barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan bugun men yana o'sha Dilisi Normurodov kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz live o'yinning ikkinchi qismini chiqaramiz. 5 ta likedan so'ng ikkinchi qismini chiqaraman degandim va mana o'sha ikkinchi qism. Xo'p, bizda tarkib o'sha faqat Husanov asos tarkibda. Qani biz unda live ga kiramiz. Do'stlar, kanalga obuna qo'ying, videoga bitta like bosib qo'ying. Chunki obunachimiz juda ham kam, 6 tagina obunachi. Tezroq agar biz 50 ta bo'lsak, El técnico está jugando hoy con una formación de 4-5-1. ovozchilik uncha muhim emas. Van a atacar con una formación 4-3-3. Boshladik do'stlar. Mbappe, Ahí está Mbappé. Trent Alexander-Arnold. Sal qotishlar bo'lmoqda. Ese pase pudo haber sido mejor. Va Buena defensa. chalib qopman. Xo'sh. Dilisiga qiziqadiganlar bo'lsa, albatta shortslarimni ham sizlarga tavsiya qilaman. Do'stlar, tezroq 50 mingta bo'lsak, birga bir ham o'ynaymiz. Stream ham bo'ladi. Albatta. Faqat Tiene Alexander Arnold. obuna bo'lib, like bosish bo'lsa bo'ldi. Alisi. Ajoyib o'yin. Raqib hujumda edi. Va biz uni hujumini bartaraf qilgan edik, lekin u ham bizning hujumimizni bartaraf etdi. Federico Valverde to'pni oldi. Alisi. Mbappega pas, Kylian Mbappe. Alisidan pas, Cristiano va gol. 0-1 hisob. Ajoyib. Xo'sh. Do'stlar, yana keyin bir obunachimiz menga challenge bergan, Husanovda shtrafnoydan gol uring deb. Agar hozir shtrafnoy qo'yib bersa, Husanovga teklif ko'ramiz. Va gol ursa, challenge bajariladi. Ya'ni bajarilgan bo'ladi. Komentimga ko'rsanglar. Keyin aktiv bo'lganlarga do'stlar, o'zimga admin qilib olaman. Hali Telegram kanal ochmoqchiman. Niyat bor. Agar ishlar yurishib ketsa YouTube'da ko'p obunachi kerak baribir. Do'stlar, agar 100 mingta bo'lsak, katta bir turnirlarda sizlarga aytaman. Ya'ni yangi turnir bo'lmoqda. Bundan hali hech kim xabardor emas. Va men sizlarni shundan xabardor qilish uchun va Kurtua aytaman. Agar do'stlar tasavvur qilasizlarmi? Agar biz bir obunachi bo'lsak, pulli turnir qilaman. Buning sharti faqat obuna bo'lib, videoga like bosish. Va menimcha birinchi bo'lim ham tugadi. Xo'sh. Shorts videolarimni ham albatta ko'ringlar. Agar bu videoda 10 ta like yig'ilsa, 3-qismida bir obunachim yozgan, o'sha bilan birga bir o'ynayman. Albatta paddeshga kutaman. Yangi guruhni deb o'ylayman. Va qoida biz qo'yibmiz. Hozir va raqib hujum va afsuski o'g'irmoqda va shu paytda biz o'zgarishlarni qilib olamiz. Bu yerga Mendes, bu yerga Rudiger video yozib olinmoqda, yaxshi. Siz ko'rib ketdim. Va internet nimagadir qotib ishlayapti. Erling Haalandga birdaniga pas va o'xshamay qoldi. Bu yerda hech kim yo'q.
Olisi va jarima zarbasi do'stlar va qizil kartochka. Yaxshi. Uzoq masofam yo'q, hozir ko'ramiz. Luka Modric maydonga tushdi, obunachilar. Masofa uzoq. Hozir zarba chunki Husanovga juda ham ko'proq, ya'ni bu yer uzoqlik qiladi chunki Husanov tarafdan yaxshi yep olmaydi. Mashg'ulotlarda ham qilib ko'rganman uni. Olisi va qanday qilib yo'q, Vinicius yo'q edi. Hisob 1-1 do'stlar. Biz g'alaba qozonishimiz kerak. Bizga g'alaba kerak. Trent, Olisi nimagadir qotmoqda. Qotmasa Haaland. Bak. Mana shunaqangi qitmirlar ham bo'ladi. Video yozib olmoqda. Va ikkita qizil kartochka. Raqib o'zi ham hayron. Kevin De Bruyne uchun yaxshi nuqta, lekin menda nimagadir sal qotib ishlayapti. Vay. Qotganning mana nima bo'ldi, chiqib ketmoqchiman. Yo, o'zgarishlar. Yo'q, yangi igrok emas. Anchadan beri o'ynayotganga o'xshaydi. Orada bir tanaffus qilganman do'stlar, shuning uchun o'yinim uncha ham chiqmayapti. Kevin De Bruyne'dan noaniq zarba. Menda internet muammosi do'stlar. Ba'zida internet deb ham mag'lub. Vay, qo'pollik o'ynash ham boshqa narsani bilmaydimi? Mendes. Haalandga pas. Haaland. Vinicius o'tmadi. Modric. Qayerga tashlayapsan? Luka Modric o'tmadi pas. O'tmayapti. Vinicius esa qo'yda bizayapti. 86-daqiqa. Xo'sh. Bizda juda ham ajoyib hujum qilishimiz mumkin. Xo'sh. Thibaut Courtois. Olisiga pas. So'nggi hujumlarimizdan biri bu. Va Trent. Hammasini yo'q qildi. Menimcha hisob shu turishga edi. Va full time 3 ta qizil kartochkasi bo'lib turibdi. Internet bo'ldi bir. Video yozib olinmoqda. Cristiano Ronaldo eng yaxshi o'yinchi. Mayli reklamani ham ko'raylik. Bittagina durang. Xo'p, mana do'stlar, ikkinchi qism ham chiqdi va o'z yakuniga yetmoqda. Albatta, keyingi videorolikda siz bilan ko'rishamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'ying. Sizlar bilan bugun men Dilis Normurodov bo'ldim.